Bilasizmi, ko'pchilik nimani yengil tabiat yoki kayf-safoga berilib ketgan deb gapirishadi, lekin qaysi ayol xohlamaydi deb o'ylaysiz? Uyda o'tirib erini pulini ishlatishi, shu narsalarni o'ylasam siqilib ketaman. Men ham xohlayman uyda o'tirib tayyor pulni ishlatishni, lekin shunaqa sharoit bo'lib qolgan. Opamgilarni o'qitishgan, akamgilarni o'qitishgan. Menga kelganda mablag' yetmay qolgan. O'g'illarni yaxshi joyda o'qitishadi, chunki qiz bola kim bo'ladi? Opam tug'ilganda yaxshi sharoitda tug'ilganlar. Hozir opam bilan meni solishtirsa yer bilan osmonchalik farqi bor, chunki opam xato yozmaydilar, yaxshi o'qiganlar, tarbiyalari ham boshqacha. Men koridorda o'qiganman deb tan olaman, urushib qolmaganman, lekin maqsadim bor. Shu 3 ta qizimni yaxshi joyda o'qitib, hali shunaqa yaxshi kreslolarda zo'r, ya'ni qanaqadir bloger emasdi, kelajagi porloq 3 ta qiz bo'lsin, qayerdadir egallaydigan, hamma tilni biladigan, любой joyga kirsa, siz qizingizmi deb faxrlanadigan qizli bo'lishni xohlayman. Hamma ayol menimcha yaxshi joylarda, kompaniyalarda ishlashni xohlaydi. Menga o'xshab endi blogerlikni hech kim unutmaydi. Balki to'q oilani ayoli, ya'ni zerikib ketgandan blog yuritaman deb eriga bo'lishi mumkin, lekin hech kim menimcha blogerlikni orzu qilmaydi. Nimaga men 3 ta qizimni o'qitaman, kelajak porloq qiz bo'lishini xohlayman deyotganim o'zimdan o'tgan. Ya'ni hozir endi men o'qiyapman-da, rus tili, ingliz tilini endi o'rganib yaxshi gaplashishlarni hech qachon kechmas, lekin shu bolaga noldan tarbiya bersa zo'r bo'ladi. Nimaga hozir 3 ta qizim haqida gapirsa ta'sirlanadi? Kechagina qizim maktabida onasiga dil izhor degan programmasi bor. Ko'z yoshlarim to'xtamayapti. Onasiga dil izhor degan programmada meni qizim menga shunaqa zo'r dil izhorlaydi. Hamma narsaga yig'lavermayman, chunki hadeb yig'loq bo'ladigan bo'sh bo'lsam ishlarni kim qiladi, lekin 3 ta farzandimga kelganda men judayam ojizman. Dil izhori aytganda shu maktabiga Kattakon Dream Gardenga minnatdorchilik bildiraman. Qizimda o'zini kuch yig'ib shunaqa narsalarni o'rgatganligi uchun ancha narsani sezdim, ancha dadil, ancha gaplarni tushuntirib gapirib beradigan bo'lgan. Har gal menga yugurib keladi, "Oyijon, meni ustozim aqlli dedilar" degan gaplari ham. Undan oldingi o'qigan joylari ham yomonlamoqchi emasman, lekin ba'zi beradigan joyi zo'r bo'lsa bitdi seziladi. O'sha programmadan kelgan to'g'ri joy tanlabman. O'zimdan o'zim faxrlanib ketdim. Davlat bog'chasiga ham berganman, unaqa narsa sezmaganman. Haqiqatda Dream Gardenga kelib katta qizimni katta o'zgarishlar sezdim. Bolangizga nima o'rgatsangiz kelajakda shuni mevasini olasiz. Nima derdim? Men kulib yuraveraman dey. Hamma meni yengil tabiatdan deb o'ylaganimdan. Qizlarim uchun, baribir 3 ta farzandimning kelajagi uchun qayg'uraman. Ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Har doim pozitiv yuradigan Xanni har kuni kech payt 3 ta bolasini quchoqlab yokida ular qolib qolishgan bo'lsa, kelib bitta o'pib yastig'imni quchoqlab yig'lab farzandlarimni uchun harakat qilaman deb. Kattakon rahmat menga shu hissiyotni berganingiz uchun. Menimcha hamma maktabga bergan ota-onalarni sizlarda ham shunaqa quvonch ko'z yoshlari oqsin degan ma'noda aytgan bo'lardim. Rahmat sizlarga.